Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal YouTube kanali va bugun biz yangi videorolik va bu sizga xush xabar bo'ladi do'stlar. Chunki 6-yo'nalish bo'yicha vakant o'rinlari e'lon qilib bo'lindi. O'zi biroz kechroq video qilyapman. Chunki vaqtim bo'lmadi. Xo'p. Mana bu PDF da barcha bo'sh vakant o'rinlari ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda 59 ta sahifa. Albatta hammasi bilan tanishib chiqishga ulgurish qiyin. Videoni pauza qilib ko'rib olasiz. Mana faqat lekin do'stlar eslatib qo'yaman, tezroq ulguringlar mana buni topshirib olishga. Xo'p, ta'lim yo'nalishlari Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalash muhandislar instituti, O'zbekiston jurnalistika, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 4 ko'l fakulteti va filiallari, kimyo, xullas ko'pda bu yerda. Sekin o'tkazayapman, o'zingiz tanishib olsangiz bo'ladi. Misol uchun, mana Andijon davlat universiteti haqida ham ma'lumotlar bor. Buxoro davlat texnika universiteti haqida ham ma'lumotlar bor. Mana ta'lim yo'nalishlari nomi bilan keltirilgan. Eslatib o'taman, manba sifatida bilimni baholash agentligini ko'rsataman, chunki ular buni rasman tasdiqlab ushbu PDF ni tayyorlab berishdi. Buxoro davlat universiteti. Xo'p, Jizzax, Qarshi davomi bu. Videoni bemalol pauza qilib ko'raverasizlar do'stlar. Agar juda ham tez o'tkazayotgan bo'lsam, YouTube'da nastroyka bo'limidan kirib olib, videoni sekinlashtirib qo'yadigan funksiyalar bor. Shu orqali ham ko'rsangiz bo'ladi. Videoni ataylab tiniq formatda yuklayman. Shunaqa ma'lumotlar xarob bo'lib qolmasligi uchun. Ta'lim yo'nalishi nomi yana davom etamiz. Qoraqalpoq davlat universiteti Qo'ng'irot fakulteti. Qarang, mana bu tugadi degani, mana bu Qo'qon davlat universiteti davom etyapti degani. Bu mana shu yergacha Qo'qon davlat universitetiga tegishli degani. Mana bu Navoiy davlat universiteti degani. Bundan keyin boshlandi va mana shu yergacha tegishli degani. Namangan davlat texnika universiteti ham xuddi bunaqa boshlandi va bu yergacha davom etdi degani. Xuddi shunaqa. Oho. Barchasini tanishib chiqishga bilmadim, sizning vaqtingiz bormi yoki yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham o'tkazib qo'yapman. Agar PDF ni ochishga eringanlar uchun. Hammasi bu yerda ma'lumotlar bor. Termiz ham bor, Denov tumani ham bor, eng chekka hududlardan. Qoraqalpog'iston ham bor, Urganch ham bor, mana Xorazm, Urganch, xullas Xorazm viloyatining barcha ma'lumotlari bor. Farg'ona bor, Farg'ona davlat texnika universitetining qolgan o'rinlari bor. Hammasi bor bu yerda. Mana yana. Xo'p. Nukus, Urganch, Chirchiq, Shahrisabz, Namangan davlat chet tillar instituti, Toshkent davlat agrar universiteti, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Qoraqalpog'iston xalq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Samarqand va hokazo. Yaxshi, 9 ta sahifa. O'zbekiston davlat hierografiya akademiyasi Urganch filiali, O'zbek milliy musiqa instituti, Milliy rassomlik dizayn instituti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O'zbekiston davlat ijtimoiy tarbiya va sport universiteti. Yaxshi. Va mana oxirgisiga yetib keldik va nihoyat do'stlar, lekin sizda savol tug'iladi. Biz bu PDF ni qayerdan olamiz? Chunki mana videoni hamma ham tiniq formatda ko'rmasligi mumkin, chunki telefoningizni yoki qurilmangizni yili sal eskiroq bo'ladigan bo'lsa, YouTube xiraroq ko'rsatib qo'yishi mumkin. Ana shuning uchun sizlarni o'ylagan holatda men o'zimning kanalimga buni joylab qo'ydim. Ya'ni xuddi mana bu kanalga kirasiz, Universal Studios deb YouTube'ga Telegramda yozsangiz birinchi bor mening kanalimga chiqib keladi. Xuddi mana bu kanal. Xullas shu ko'rib turganingizdek mana bu nomi ham YouTube kanalimning nomi bilan bir xil bo'ladi. Faqatgina birinchi YouTube kanalimga obuna bo'lasiz, keyin bu kanalga o'tasiz. Keyin bemalol ma'lumotlarni bittalab o'zingiz shoshilmasdan tanishib chiqsangiz bo'ladi do'stlar. Va mana bu eslatib o'tay 2026-2027 o'quv yili uchun rasman tasdiqlangan ma'lumotlar hisoblanadi do'stlar. Albatta mana bu Telegram kanalimda yana ko'plab ma'lumotlarni topasiz, kirish ballari, nima qilish kerak, qayerga borishga hamma narsasi mana bu kanalimda bor. Prognozlar, hamma ma'lumotlarim bo'ladi. Ya'ni keyingi o'quv yili uchun, yangi o'quv yillari uchun har doim ma'lumotlar bu kanalimga joylab boraman. Shuning uchun mana bu videoga like bosing va mana bu YouTube kanalimga va Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Hozircha video shunday iborat edi.